Demek qaysi kx plus bu funksiyani ox o'qqa nisbatan simmetrikligini ko'rib chiqamiz. Nuqtaniki bilan ikkisiniki bir xil. Demek nuqtadan chiqqan ox o'qqa nisbatan simmetrikda. M degan nuqtan x y yozdi. Ox o'qqa nisbatan simmetrik bo'lsa, m bir nuqta o'tadi va x esa minus y o'zgaradi. To'g'ri? Xuddi shu qoidani y ni o'zgartirdi, minus o'zgardi. Endi demek bizada y teng bo'ladi. Kx plus bo'lmadi. Demek funksiyaning o'zi simmetrik qaysini ox atasan, y ni o'rniga minus, ya'ni y ning o'zi nima? Demek bizada y teng minus kx plus b degan narsa. Ya'ni bu funksiyangizda minus qo'yasizlar. Nechun? Boshqa nima edi bu? Y ni o'zadi. Endi aldiran olib qo'ydi. Minus qo'ydi. Minus inishini bo'ldi. Va bizga nima keldi? Y teng minus kx minus b degan narsaga keladi ekan. Misol y teng 3x minus 7. O x o'qigan nisbatan simmetrik desa nima bo'ladi shunda? Minus y teng minus 3x minus 7. Ya'ni har biri minusga o'zgarib chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Ha? Y teng 7x minus 2. 7 minus 7. Demek buni ox ga nisbatan simmetrikligi y teng minus 7x plus 2 bo'ladi ekan. Hamma tushunarli bo'ldimi? Keyingi etapdagi narsamiz esa oy o'qiga nisbatan simmetrik. Bundan chiqib bo'ladi. M nuqtadan chiqadi, x y gadi. Demek nima o'zgarib turadi bu? Oy ga nima bo'lib turadi bu? M2 minus x y ga, to'g'ri? Demek bunda nima bo'ladi ekan? Y teng kx plus b. X aldidagi ishora o'zgarib turibdi. Demek bu yerda nima bo'ladi endi? Y teng minus kx plus b o'zgaradi. Ya'ni x aldidagi ishora minus tushib qoldi. Tushundingizmi? Bunda nima bo'ldi? Minus kx plus b. Xo'p, ana endi misol y teng 3x plus 7. Demek nima bo'ladi bu? Y teng minus 3x plus 7. Simmetrik. Oddiy qoidani yaxshilab yodlasa, misol oddiy bo'lib qolaveradi. Tushunarlimi? Uchinchisi nima edi? Uchinchisi. Koordinatalar. Nima edi? Boshiga nisbatan. Koordinatalar boshiga nisbatan. Nechga bo'ladi shunda koordinatalar boshiga nisbatan? 2 minus 10. Nima edi? 2 minus bo'lib turadi, to'g'ri? Shunda nima bo'ladi? Y teng kx plus b. Demek menda keldi y minus k minus x plus b. Necha minus? Yana koordinatalar boshida minus x ham minus y ham o'zgarib turadi, to'g'ri? Shuncha x o'rniga minus qo'ydim, men minusga. Keyin y bilan minusga qo'ydim. Shuni qolsachamiz endi. Teng bu bilan birga desa kx minus b degan narsaga kelib qoladi. Ha? Yana kx minus b. Tushunarli? Ana endi misol y teng 7x minus 2. Simmetrikligi nima bo'ladi shunda? Y teng 7x plus 2. Tushundingizmi? Ha? Simmetriklik degan narsani tushundingizmi? Ko'p odam tushunolmaydi shuni. Yeni qisqartirib tushunmadim. Nega qisqart? Yani minus kaos içinde kaos içinde minus x var-ku. Aşağıda. Haqiqat. Koordinatalar boshiga nisbatan chiqadi. M nuqtam x y gadi. Va nima edi bu? M3 minus x minus y gadi. O'zi bu yerdan kelib turibdi desa, x ni o'rniga minus x qo'yib turibman, y ni o'rniga minus y qo'yib turibman. Shundan kelib turibdi bu. Ya'ni menda funksiyani simmetrikligini tekshirish uchun minus x ni qo'yib turibman, minus y ni qo'yib turibman. Tushundingmi? Ya'ni men hozir minus x ni qo'ysam, ishi narsaga teng kelib turibdi. Tushunarli? Bu juft funksiya deydi. Ya'ni zamonda minus qo'ysam, o'ziga esa juft funksiya bo'ladi. To'g'ri? Demak bu juft funksiya. Qaysi topilgan shunda? Tushunarli? Xo'p. Mana bu chiqamiz.
Endi keyingisi. Mana y teng kx plus bu. Demak y ni o'rniga minus y qo'ydi va minus o'zgardi. Ana x o'rniga minus x qo'ydim. Ana keyin minusni ko'paytirib o'tibmiz. Ha. Tushunarli bo'ldimi? Aniq hamma tushundimi? Hozir boshqa.